Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, ba'zilar uchun esa shu holatga keltiruvchi bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot aytish mumkinki, har bir oilaga, har bir insonning hayotiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, agar siz yoshi ulug' insonlarning farzandi, nabirasi yoki qarindoshi bo'lsangiz, unda bugungi suhbatimizni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizni ogohlantiradi, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir va noqulay vaziyatlardan asrashga yordam beradi. Shuning uchun iltimos hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu muhim ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishga yordam bering. Biz har doim sizni eng dolzarb va hayotiy masalalar bilan tanishtirib boramiz. Bugungi mavzu esa shubhasiz aynan shunday masalalardan biridir. Shok. Nafaqa oluvchilarni endi bu hujjatlarsiz dafn qilishmaydi. Qarindoshlar hujjat yig'ishga majbur bo'lishadi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tamiz. Vafot etgan nafaqaxo'rni dafn etish jarayoni nisbatan sodda edi. Odatda tibbiy o'lim guvohnomasi olingach, marhumning qarindoshlari mahalla qo'mitasi orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limiga FXD xalq orasida ZAGS deb ataladi. Murojaat qilib, o'lim haqidagi rasmiy guvohnomani olishardi. Ba'zida tibbiy guvohnoma bilan birga marhumning pasporti yoki nafaqa guvohnomasi talab qilinsa-da, bu jarayon ko'pincha juda tez va o'rtacha byurokratik to'siqlarsiz amalga oshardi. Eng muhimi, dafn marosimi o'tkazilishi uchun barcha hujjatlarning tayyor bo'lishi majburiy shart emas edi. Ko'pincha oila a'zolari dafn amalga oshirgandan keyin ham ma'lum bir muddat ichida hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyatiga ega edilar. Qolaversa, dafn marosimiga ajratiladigan nafaqa yoki moddiy yordamni olish uchun ham hujjatlar biroz kechikibroq topshirilsa ham hech qanday muammo tug'dirmas edi. Ko'pincha qarindoshlar marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, pasportini zudlik bilan topa olmasalar ham bu dafn marosimini o'tkazishga katta to'sqinlik qilmasdi. Ma'lum bir vaqtdan so'ng hujjatlar topilib, rasmiylashtiriladi. Bu tizim ko'p yillar davomida amalda bo'ldi va odamlarga og'ir damlarda ortiqcha tashvish chekmasdan marhum bilan xayrlashishga imkon berardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan nafaqa tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish maqsadida kiritilgan yangi qoidalar tufayli endilikda nafaqaxo'rni dafn etish jarayoni qat'iy tartibga solindi. Endi nafaqaxo'r vafot etgan taqdirda uning yaqinlari o'limni qayd etish va dafn marosimini o'tkazishdan oldin ancha jiddiy hujjatlar paketini tayyorlashga majbur bo'ladilar. Eng muhimi, ba'zi holatlarda ushbu hujjatlarsiz dafn marosimining o'zi kechikishi yoki hatto imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Bu degani, endi siz marhumning oxirgi safariga kuzatishdan oldin barcha rasmiyatchiliklarni to'liq bajarganingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bu o'zgarishlar asosan nafaqa to'lashdagi noaniqliklarni bartaraf etish, shuningdek, dafn marosimi uchun ajratiladigan ijtimoiy yordam pullarining maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Ba'zi hollarda mavjud tartibga ko'ra dafn marosimi uchun ajratiladigan mablag'larni olishda qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi, hatto ba'zi bir suiiste'molliklar ham kuzatilishi mumkin edi. Yangi tizim esa bu kabi holatlarning oldini olishni maqsad qilgan. Ammo bu o'zgarishlarning yuki ko'pincha bevosita qarindoshlar zimmasiga tushmoqda. Ular o'z yaqinlarining vafoti bilan bog'liq qayg'u ustiga endi murakkab byurokratik jarayonlar bilan ham kurashishga majbur bo'lishadi. Endi esa keling, birinchi asosiy qismga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagilardan iboratmi? Tibbiy o'lim guvohnomasi. Bu shifokor yoki tibbiyot xodimi tomonidan beriladigan asosiy hujjat bo'lib, u insonning vafot etganligini tasdiqlaydi. Bu hujjat har doim talab qilingan. Ammo endi uning rasmiyatchiligi yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tibbiy guvohnomada ko'rsatilgan ma'lumotlarning aniqligi va marhumning pasportidagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Eng kichik xatolik ham jarayonni uzaytirib yuborishi mumkin. Masalan, ismning har bir harfi yoki tug'ilgan sana kabi ma'lumotlar juda aniq bo'lishi shart. Ikki marhumning pasporti. Bu hujjat endilikda mutlaq shart. Marhumning shaxsini tasdiqlash, uning fuqaroligi va shaxsiy ma'lumotlarini tekshirish uchun zarur. Pasportning amal qilish muddati albatta marhumning ayotlik davrida bo'lganligi muhim.
Agar pasportning muddati o'tgan bo'lsa yoki u yo'qolgan bo'lsa, bu jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda marhumning shaxsini tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Masalan, tug'ilish haqidagi guvohnoma yoki uy kitobi, domovaya kniga kabi. Ammo bu qo'shimcha hujjatlarni olish jarayoni vaqt talab qiladi va marhumning dafn marosimini kechiktirishi mumkin. Nafaqa guvohnomasi, pensiya guvohnomasi. Marhumning nafaqaxo'r bo'lganligini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Ushbu guvohnoma nafaqaxo'rga tegishli bo'lgan dafn nafaqasini olish uchun ham muhim hisoblanadi. Agar nafaqa guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, uning dublikatini olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur bo'ladi. Bu ham ma'lum vaqt va kuch talab qiladigan jarayon. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Dafn marosimini tashkillashtirayotgan shaxsning marhumga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat. Masalan, pasport, tug'ilish haqidagi guvohnoma yoki nikoh guvohnomasi. Bu dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqani olishda ayniqsa muhimdir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda oilasida keksa, surunkali kasalliklarga chalingan yoki yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar bor bo'lgan barcha shaxslar xavotirlanishi kerak. Ayniqsa, agar bu nafaqaxo'rlarning hujjatlari tartibsiz bo'lsa, masalan, pasportining amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, nafaqa guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa yoki ular doimiy ro'yxatda turgan manzildan boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, misol ber. Toshkent shahrida yashovchi 80 yoshli O'g'loy momo to'satdan vafot etdi. Uning farzandlari chet elda ishlashardi. Qayg'uli xabarni eshitgan farzandlari zudlik bilan O'zbekistonga qaytib kelishdi. Ular dafn marosimini tashkillashtirish uchun FX bo'limiga murojaat qilishganda, momoning pasportining muddati 2 yil oldin o'tganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, nafaqa guvohnomasi ham eski 10 yildan ortiq muddat avval berilgan edi va u momoning eski familiyasida yozilgan edi. U erga chiqqanda familiyasini o'zgartirgan, ammo nafaqa guvohnomasini yangilashmagan. FXT xodimi esa rasmiy o'lim guvohnomasini berishdan oldin pasportni yangilash yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni taqdim etishni talab qildi. Natijada oila bir necha kun davomida hujjatlarni rasmiylashtirish bilan ovora bo'ldi. Bu esa dafn marosimining 4 kunga kechikishiga olib keldi. Oila a'zolari bu jarayonda ortiqcha stress va moliyaviy xarajatlarga duch kelishdi. Masalan, vafot etgan jasadni saqlash uchun 3 kunlik xarajat 2,5 million so'mga yaqinlashdi. Misol 2, Qashqadaryo viloyatining olis qishloqlaridan birida yashovchi 75 yoshli Murod bobo oilasidagi yagona nafaqaxo'r edi. U vafot etgach, uning o'g'illari dafn marosimini o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni yig'ishga kirishdilar. Tibbiy o'lim guvohnomasini olishdi, ammo FXga murojaat qilishganda Murod boboning doimiy ro'yxatdan o'tgan manzili boshqa tuman hududida ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi ular o'lim guvohnomasini olish uchun boshqa tumanga avtobusda 3 soatlik yo'l yurib borishga majbur bo'lishdi. Bu bir tomonlama sayohat. Hujjatlarni yig'ish va qaytish uchun butun bir kunni oldi. Bu kabi holatlar qishloq joylarda ayniqsa ko'p uchraydi. Chunki aholining hujjatlarga bo'lgan e'tibori shaharlarga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Oddiy dafn marosimi uchun sarflanadigan vaqt va resurslar sezilarli darajada oshib ketdi. Dafn marosimi uchun ajratiladigan 2,5 million so'mlik nafaqani olish ham bu qiyinchiliklar tufayli cho'zilib ketdi. Misol uchu. Xorijda ishlayotgan qiz o'zining keksa otasi vafot etganini eshitdi. U darhol vataniga qaytib keldi. Otasining vafotidan so'ng dafn marosimini o'tkazish uchun hujjatlarni yig'ishga kirishdi. Otasining pasporti topildi. Ammo nafaqa guvohnomasi yo'qolgan edi. Qiz pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida dublikatni olish uchun 5 ish kuni kerakligi ma'lum bo'ldi. Bu vaqt ichida dafn marosimini o'tkazishning imkoni bo'lmadi. Chunki FXD bo'limi o'limni rasmiy qayd etish uchun nafaqa guvohnomasini talab qildi. Natijada marhumning jasadi sovutgichda saqlanishiga to'g'ri keldi. Bu esa qo'shimcha xarajatlarga va oilada ruhiy tushkunlikka sabab bo'ldi. Har bir kun uchun sovutgichda saqlash xizmati 300 ming so'mdan ortiq edi. Bu esa 5 kun davomida 2,5 million so'm qo'shimcha xarajat degani. Bu qiz xorijdan kelgani uchun vaqt unga qimmatga tushdi. Har bir kunning xarajati bor edi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar sizning oilangizdagi nafaqaxo'rning barcha hujjatlari tartibda bo'lsa, ya'ni pasporti, nafaqa guvohnomasi, shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjatlari mavjud va ularning amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Shuningdek, va rasmiylashtirish hujjatlarini yig'ish jarayonlaridan yaxshi xabardor bo'lsangiz.
Yaqinlaringizga bu vaziyatda ko'mak berishga tayyor bo'lsangiz ham xavotirga o'rin yo'q. Faqatgina hozirgi kunda jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkinligini inobatga olishingiz lozim. Hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi bu boradagi har qanday qiyinchiliklarning oldini oladi. Shuningdek, agar oilada bir nechta katta yoshli farzandlar bo'lsa va ular hujjatlar bilan ishlash bo'yicha tajribaga ega bo'lsalar, jarayon nisbatan osonroq kechadi. Ikkinchi asosiy qism qo'ydagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir qo'yda o'ziga xos istisnolarga ega bo'ladi. Ammo dafn marosimi bilan bog'liq bu jarayonda istisno topish qiyin. Chunki bu rasmiy tartib. Lekin ba'zi holatlarda vaziyat biroz o'zgacha bo'lishi mumkin. Istisnolar 1. Agar shaxs tibbiyot muassasasida vafot etgan bo'lsa, bunda tibbiy o'lim guvohnomasini olish jarayoni biroz tezroq va soddaroq bo'lishi mumkin. Chunki vafot etgan shaxsning shaxsiy ma'lumotlari tibbiyot kartasida mavjud bo'ladi. Lekin baribir FXTga murojaat qilishda yuqorida aytilgan hujjatlar talab qilinadi. Ba'zi kasalxonalarning o'zlari FXT bo'limlari bilan yaqindan hamkorlik qilib, tibbiy guvohnomani to'g'ri yuborishlari ham mumkin, ammo bu odatiy holat emas. 2. Agar marhum harbiy nafaqaxo'r bo'lsa. Bunday holatlarda Mudofaa vazirligi yoki Ichki ishlar vazirligi kabi tegishli idoralar orqali ma'lum bir tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo baribir fuqarolik o'lim guvohnomasini FXTdan olish shart bo'ladi. Qo'shimcha harbiy guvohnomalar talab qilinishi mumkin. Ularning dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqasi ham biroz boshqacha tartibda va miqdorda bo'lishi mumkin. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Hujjatlarning yo'qolishi yoki shikastlanishi. Agar marhumning pasporti, nafaqa guvohnomasi yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, ularni qayta tiklash uchun katta vaqt sarflashga to'g'ri keladi. Bu jarayon bir necha haftagacha cho'zilishi mumkin. Bu esa dafn marosimini amalga oshirishni deyarli imkonsiz qiladi. Masalan, yo'qolgan pasportni tiklash uchun birinchi navbatda IBga murojaat qilib, tegishli ma'lumotnomani olish kerak. So'ngra FXD yoki DXSga murojaat qilib, yangi pasport olish jarayonini boshlash kerak bo'ladi. Bu jarayon esa marhumning hayotlik davrida amalga oshirilmagani uchun qo'shimcha hujjatlar va tushuntirish xatlarini talab qilishi mumkin. Ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar. Marhumning pasportidagi ma'lumotlar, ism sharifi, tug'ilgan sanasi tibbiy o'lim guvohnomasidagi yoki nafaqa guvohnomasidagi ma'lumotlar bilan biroz farq qilsa, bu ham jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, familiya, ism yoki otasining ismidagi bir harflik farq ham hujjatlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bunday holatlarda tushuntirish xatlari yozish yoki sud orqali ma'lumotlarni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa tabiiyki vaqt va asabni talab qiladi. Qarindoshlarning xabardor emasligi. Ba'zi oilalar, ayniqsa yoshi ulug' insonlarning farzandlari yoki nabiralari hujjatlar bilan ishlash tartibini bilmasligi mumkin. Ular eski qoidalar bo'yicha harakat qilib, byurokratik to'siqlarga duch kelishlari mumkin. Ba'zida qarindoshlar marhumning barcha hujjatlarini bitta joyda saqlamasliklari yoki ularning holatini muntazam tekshirmasliklari ham tezkorlik bilan hujjatlarni tayyorlashga to'sqinlik qiladi. 4. Dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqa. Bu nafaqa hozirgi kunda taxminan 2-5 million so'm marhumning nafaqaxo'r ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilgandan so'ng beriladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, bu nafaqani olish jarayoni ham to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Bu esa oilaning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtiradi. Chunki dafn marosimi uchun juda ko'p xarajatlar qilinadi. Odatda bu nafaqa puli dafn marosimi o'tkazilgandan so'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qilingach, bir necha ish kuni ichida bank hisobiga o'tkaziladi. Lekin hujjatlardagi muammolar bu jarayonni ham bir necha haftagacha cho'zib yuborishi mumkin. 5. Notarial tasdiqlangan nusxalar. Ba'zi hollarda FXT yoki pensiya jamg'armasi marhumning pasporti yoki tug'ilish guvohnomasining notarial tasdiqlangan nusxasini talab qilishi mumkin. Asl hujjatni doim o'zi bilan olib yurish xavfli bo'lgani uchun qarindoshlar ko'pincha notarial nusxalarni afzal ko'rishadi. Ammo buning uchun ham notariusga borish va qo'shimcha xarajat qilish kerak. Endi esa eng muhim qism, amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Aniq ko'rsatmalar. Aziz do'stlar, men sizga bu qiyin vaziyatda nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Unutmang, oldindan tayyorgarlik ko'rish bu eng samarali yo'l. Birinchi bosqich oldindan tayyorgarlik. Agar imkoni bo'lsa, agar sizning oilangizda yoshi ulug', nafaqaxo'r insonlar bo'lsa,
Ularning hujjatlarini oldindan tartibga solib qo'yish eng oqilona ishdir. 1. Pasportni tekshiring. Marhumning pasportining amal qilish muddatini tekshiring. Agar uning muddati o'tgan bo'lsa, darhol uni yangilang. Hozirgi kunda pasportni yangilash jarayoni biometrik pasportdan ID kartaga o'tish nisbatan tezlashgan bo'lsa ham baribir ma'lum vaqt talab qiladi. 2. Nafaqa guvohnomasini toping. Nafaqa guvohnomasining joylashuvini aniqlang. Agar u yo'qolgan bo'lsa yoki shikastlangan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib dublikatini oling. Bu jarayon bir necha kun talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmang. Boshqa hujjatlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi agar bo'lsa, kabi hujjatlarni ham tartibga solib qo'ying. Ularni qulay joyda bitta papkada saqlang. Ushbu hujjatlarning nusxalarini olib qo'yish ham foydadan xoli emas. Ba'zi ma'lumotnomalar uchun as hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ularni yo'qotmaslikka harakat qiling. 4. Vakolatli shaxsni tayinlang. Oilada biror kishini hujjatlar bilan shug'ullanishga mas'ul qilib tayinlang. Bu shaxs ma'muriy idoralar bilan aloqa qilish, hujjatlarni yig'ish va rasmiylashtirish bilan shug'ullanadi. Bu og'ir damlarda oila a'zolarining yukini yengillashtirishga yordam beradi. Ikkinchi bosqich. O'limdan so'ng darhol qilinadigan ishlarga. Tibbiy o'lim guvohnomasini oling. Agar vafot etgan shaxs uyda o'lsa, zudlik bilan shifokorni chaqiring. Tez yordam yoki oilaviy poliklinika shifokori. Shifokor o'lim faktini tasdiqlab, tibbiy o'lim guvohnomasini beradi. Bu hujjat juda muhim, chunki u sizning keyingi qadamlaringiz uchun asos bo'ladi. Tibbiy o'lim guvohnomasida ko'rsatilgan ma'lumotlarning aniqligi va pasportdagi ma'lumotlar bilan mos kelishiga alohida e'tibor bering. Har qanday xato jarayonni kechiktirishi mumkin. 2. FX bo'limiga murojaat qiling. Tibbiy o'lim guvohnomasini olganingizdan so'ng imkon qadar tezroq FXD bo'limiga, ro'yxatdan o'tgan joyingizdagi murojaat qiling. Buning uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Tibbiy o'lim guvohnomasi asli. Marhumning pasporti asli. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, IIBdan olingan ma'lumotnoma va boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Ariza beruvchining, ya'ni sizning pasportingiz asli. Dafn marosimini tashkillashtiruvchi shaxsning marhumga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat. Masalan, o'zingizning tug'ilish guvohnomangiz agar marhum ota-onangiz bo'lsa, FXD bo'limi o'limni rasmiy qayd etib, sizga o'lim haqidagi gerbli guvohnomani beradi. Bu dafn marosimini o'tkazish va barcha ijtimoiy imtiyozlarni olish uchun eng asosiy hujjat hisoblanadi. Odatda o'lim guvohnomasi bir ish kuni ichida beriladi. O'ting. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Gerbli o'lim guvohnomasini olganingizdan so'ng marhumning ro'yxatdan o'tgan hududidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu yerda siz dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqani olish uchun ariza topshirasiz. Buning uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Gerbli o'lim guvohnomasi asli, marhumning pasporti, nusxasi va asl nusxasi. Tekshirish uchun marhumning nafaqa guvohnomasi asli, ariza beruvchining sizning pasportingiz asli va nusxasi, ariza beruvchining marhumga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va hokazo. Ariza beruvchining bank hisob raqami rekvizitlari, dafn nafaqasi shu hisobga o'tkaziladi. Pensiya jamg'armasi arizangizni ko'rib chiqadi va ma'lum bir muddat ichida, odatda 35 ish kuni, dafn nafaqasini sizning bank hisobingizga o'tkazadi. Bu mablag' odatda dafn marosimi bilan bog'liq dastlabki xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Qo'shimcha maslahatlar: hamma joyda odobli va vazmin bo'ling, ammo o'z huquqlaringizni biling. Ba'zi hollarda rasmiy idoralardagi xodimlar qo'shimcha hujjatlar talab qilishi mumkin. Agar bu talablar qonunga zid bo'lsa, o'z huquqlaringizni himoya qiling, ammo buni xushmuomalalik bilan amalga oshiring. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Har bir idoraga borganingizda o'zingiz bilan hujjatlarning nusxalarini olib boring. Asl nusxalarni faqatgina tekshirish uchun ko'rsating. Doimiy qoldirishga shoshilmang. Ishonchli ma'lumot manbalaridan foydalaning. Doimiy ravishda hukumatning rasmiy veb-saytlari yoki ishonchli yuridik maslahat markazlaridan ma'lumot oling. Chunki qonunchilikda o'zgarishlar tez-tez bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, nafaqaxo'rlarni dafn etish borasidagi yangi qoidalar jiddiy va diqqatni talab qiladi. Eng muhimi oldindan tayyorgarlik ko'rishdir. Yaqinlaringizning hujjatlarini tartibga solib qo'ying. Ularning amal qilish muddatini muntazam tekshirib turing. Bu og'ir damlarda sizni ortiqcha tashvish va byurokratik qiyinchiliklardan asraydi. Chunki qayg'uli vaqtda eng oxirgi narsa bu
hujjatlar bilan bog'liq muammolarga duch kelishdir. Bizning maqsadimiz sizni ogohlantirish va sizga yordam berish. Bugungi videoda men sizga ushbu muhim mavzu bo'yicha maksimal darajada batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.